Hürmetlik sorun ehli. Bugün Akkuvuk'taki möhtürem aksakalımız Rozacı Akı'nın iltifatı bilen her kaysımız bu yurtun ziyalileri Ulan Bayga çıkıp bu sorunda oturttumuz. Qenamisa Rozacı Aka ve ehli cemaat meşrep bilgini belgilep bergen bolsa. Assalamu alaikum, hürmetli cemaat ehli. Emse, Tahir Bek Efendi'ni meşrep bilgi kılıp dikse kandak tesle. Kene merhamet meşrep bilgi. Assalamu alaikum, hürmetlik meşrep ehli. Her kaysanlarının işenç ümidi bilen bugün meşrep bekligiga müyesser bop turuptu men. Meşrep sorğunu el yurtunu sorğandek adil adalet bilen sormağı lazımdır. Cemaatning köngül rayı kemine meşrep begi hüküm kararlarının desturu bop saylandı. Bu mening her qaysilarga bildirgen lavzi ahdim bop qalsun. Jigit beşi, Hoş. bugün Uyghur sanayi nafisaning artist sazendilerden xeyli köp yaptı. Ularning naqsh usul muzikaları bilen meşrepni başlagaysiz. Meşrep başlansın! Parça buldum atılıp her yar eyledi. Yuturdum ben avzimdi. Aygan sözümü yey, hepli uşum bildirir, berbat eyledi. Hepes içre gördüm mene, bir kuşmun ateş. Ol yerdinla canimni, eyledi dilkeş, şun peleke uçurdi. Kettim ona keş, abad bulgan kümlimni, naşat eyledi. Yıllık geldi aldım da bir neçe kızla. Her biri tut enine sözünü sözlere. Ezniye içtim la sahiptimiz nare. Kara göze ünniye heyran eyledi. Silkeni ve uygandım, buldum dumane. Hicran o diyekliye meyek, geldi bu caneye. Ecelge bu işler oldu bahaneye. Bu kısmetler minniye beyran eyledi. Yâre beyran eyledi. Yarın kim dep sorusan o asla demeydi. Qeni o kız dep sorusan mı lamcim demeydi. Lekin piğanı örlegende dep salıdı. Tüz söz bilen emas, belki nakşisi bilen. Emese Abdügül bilen Anarxan'ın yürek sözünü anlap bakamdık.
Sen yar için tayak yedim 1600. Sen yar için tayak yedim 1600. Yine yesem şunca yersen canım kara göz. Yine yesem şunca yersen canım kara Sen yar için tayak yedim 1600. Sen yar için tayak yedim 1600. Yine yesem şunca yermen canım kara göz. Yine yesem şunca yersen canım kara göz. Yine yesem şunca yersen canım kara göz. Mana kördüңlar. Şoq naqşı bilen şoq usul hammamizning ro'yini urg'utdi. Ezilib qolgan aqillarni uyqudan uyg'otdi. Sho'xliqda ko'ngil yashnasa, mo'ngda yurak paklanar deydi. Mo'nglanishni bilmagan odam shodlanishni bilmaydi asla. Endi Raziyevning o'rlashida Toyir Zuhra dramasidagi Toyirning mung zorini anglasa qandaq? başladı gene zulümle veşi düşmeley tosup yolumle mehkem bağlı ve yapmaları mehkem bağlı ve kolum haddin aştın uca bağları ay yüzüm Perenguya İstolmudum ey zulmün diyen yana senin iştinden bulup men şeyda minni küyderi
Geceyu gündüz zar zar şiirliyim Yetmez mi benim ahuzarlerim Meşrep Begi, ili bireylenden erz şikayet anlap kaldım. Çayçı İbrahimcan Efendi'nin piyalasıga çay koyganda, çayını nodun su tökülgendek şakırtıp koyuptu. Çay hazırgıça piyalada köpükünüp durdu. Bu kılmışını kandak bir yaklık kılmak lazım? Çaycı, La bey. Meşrep begim. arzi şikayet hak mı? Berhak Meşrep begim. Sen çay koyuş kaydımızını bilmemsen? Bildim. Hep bir hastalık kıpsaptım emasma. Bilsen de baka. Çayını zadı kandak koyuş gerek. Ay çay deganni piyalning cho'risini yaltib turib, hargizmi ko'pik chiqarib etmaslik, hargizmi girvikicha to'ldirib quyib etmaslik kerak emasmi Mashrab begim? Biladikan sen go mana. Buni menga ota-onam o'rgatgan. Ata-onangga rahmat. Ecdatlarımızın isil an'anasini avlod davomlashtirishimiz kerak. Sen bu ecdadımızın an'anasini avlodingga yetkiz. Rahmat Mashrab begim. Bizning mehmondorchiligimiz mehmonni qizg'in uyga boshlashdan tortib dasturxon rastlashqichi bo'lgan har bir ushaq ishda siliq sipoyliqni aks ettirish kerak. Choy quyish, choy sunishmi bir san'at. Xuddi Qambar xonimga o'xshash hamshirlarimizning varoniga yetkizib o'rinlayotgan Uyg'ur usulidek bir san'at. Qambar xonimni nima uchun oq yerning kemisi deymiz? Harakatining siliqligi, sipoyligi, nafisligi uchun emasmi? Qaranglar, uning chinidagi choyni o'ynatishlarga, uning harakatlarining nafisligiga
yurtda qadimdan tortib Maytiri Semitga o'xshash teatrlar o'ynalgan ekan. Yaqinda Uyg'ur sanoyi Nafisa g'ayrib sanamni teatrlashtirib sahnaga olib chiqdi. Endi Sirojiddin apandim bilan Akimova xonim shu teatrdan bizga bir ariya ko'rsatib qandoq? Bağmen bullum bağım içre Tersem taza güllerinden Bağmen bullum bağım içre Tersem taza güllerinden Bilgen seni hoş yaratmış Eksen nazik bellerinden Bilgen seni hoş yaratmış Eksen nazik bellerinden Minni sorsam hoş bu halda Ama rengim siyah yüzüm yolda Minni sorsam hoş bu halda Ama rengim siyah yüzüm yolda Ay yüzünge tutma perde Terhin ale kullarımdır Ay yüzünge tutma perde Terhin ale kullarımdır Menzum esli aledur Aşin canni aledur Menzum esli aledur Aşin canni aledur Ağzın altın piyanedir Koyuversem çaylarından Ağzın altın piyanedir Koyuversem çaylarından Seher durup sakin kara Ay yüzünge duman vura Düşman yüzü bulsun kara Tane tane kallarından Düşman yüzü bulsun kara Tane tane kallarından Düşman yüzü bulsun kara Tane tane kallarından Mashapigi, Xo'sh, nima arz? bizga ma'lum bo'ldiki, o't yoqar Ali o'choqqa daraxtni kesib qolibdi. Gunohkor keltirilsin. Daraxtning jiniga zomin bo'lgan gunohingni bilamsan, Ali? Gunohimni tuniyman begim. Quruq o'tin tugab qopti ekan. Qarasam, chaqmoq soqayotgan daraxtning ko'tiga turibdi. Shuni pochilavatsam, inidan yangi unib chiqqan shoxni o'tlari sunib ketdi. Mashrabga o'ldirib ketib, hammasini sho'rib qaynayotgan qozonning o'chig'iga seplab yutib ketdiman. Chaqmoqqa bardoshlik berib, qaytadan yashnayotgan daraxt bechora sening paltangda zavol tepibdi degina. Bo'ron chopqonga qalqon, beshimizga soyvan, hammaga sopava, yuraklarga davo beg'ishlig'uvchi dal daraxtlarni kesish jon egisning jinini olgan bilan barobar. Gunohga loyiq jazo. Sening bu jazoing uchun bugungi mashrabdan mahrum bo'lding. Endi sen berib mashrab ahliga go'shtni yaxshi pishirib,
ularni rozi qil. Günahımni tileymen begim. Hamda shahrimizning necha avlod sekrigari Yusufjon karomat ko'rsatib berdi. Hamda Mo'min apandi yosh shoirimiz Lutfulla Mutallibning bir she'rini o'qib bermoqchi. Qani Mo'min apandini so'ringa taklif qilaylik. Assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli. Bu Lutfulla Mutallib apandining Apandi bo'lmoq degan she'ri. Bu she'r aytish shakldagi she'r bo'lg'achqa, buningga savodishim Abduz apandi maslashib berdi. Hozir 12 yil bo'lib qoldi ukam. Bu apandi bo'lmoq meni bir baloga soldi ukam. 12 yil ichida soqollarimni qirib yurdim. Keyin yeriq choponlarni kiyib yurdim. Lekin apandi deguchilarning hech birini ko'rmadim ukam. Bir javob bering, apandi demaslikka yana nima ukam? G'amiman aka. Uning bu zamonda ishi oson. Hozir Udul magazinga borasiz, azroq pulingizga kostyumdan birini olasiz. Yana gazbekdan birini yanchiq qisolasiz. Yana olasiz oq ko'ynak ham uzun galstuk. Bir seriq shiblit olasiz, uni kiysiz muk. Shuning bilan tamakingizni qing'irchlab yuravering, apandi degichilarni ko'ravering. Yaraysiz Mo'min apandi, Abduz apandi. Qo'sig'ida o'mich yo'q, bilimdan bo'lib olgan, salli yo'g'an, iymon yo'qlarni obdan qamchilabsizlar. Gap bilimda, fazilatda. Aras O'zbek olimi Petrat Farg'onaning Namangan shahridagi Muhammad Hoji Eshon Lolarish degan kishidan mutafakkur adibimiz Yusuf Xos Hojibning Qutatqu bilik dastonining Uyg'urcha nashriga tayyorlagan nusxasini qo'lga tushiribdi ekan. Uning ayrim parchalarini Abdurahim apandining qo'lida deb angladim. Hamda shuningdan bir necha misra anglasak, haqiqiy bilimlik zot degan qandoq bo'ladi? Shuningdan bilgaymiz.
Assalomu alaykum mashrab ahli, jamoat. Men shu she'rdan bir necha misrani o'qib beray. Rahmat. Aql qayda bo'lsa, ulug'liq bo'lur. Bilim kimda bo'lsa, buyuklik topur. Aqlliq uqar ul, bilimlik bilur. Bilimlik aqlliq tilakka yetur. Bilim ma'nisin bil, bilim nima der? Bilim u saqaytur, kisel bo'lsa er. Aql bo'lsa, esil bo'lur, bo'lsa er. Bilim bo'lsa, beglik qilur, qilsa er. Bilim boyliq ol gadaylaşmaydigan, qaraqchi va o'g'ri ololmaydigan. Endi Mərrub əpəndi şair Abdıxalıq Uyğur'un şiirlerden oxub berdi. Qənəməsə Mərrub əpəndini sorunğu təklif qılaylı. Assalamu alaykum mashrab ahli, jamoat. Men sizlarga Abduxoliq Uyg'ur she'rlaridan o'qib beray. Tog' egizligidan chiqarmas ot. Magar u kon bilan suv teranlikdan chiqarmas nam, shuhrati marjon bilan. Turmushum turgan uyim. Avval qarashqa bak to'van. To'rt tarafga tarib tur xushid. Magar vijdon bilan. So'zlashishga, sirdishishga chin yigit mardlar kerak. Qilmag'ayman oshnolik, ahli ko'r nadon bilan. Men she'rni yozmayman ermak uchun. Qolgan qatqan so'zlarni tarmak uchun. Men she'rlarni yozaman tushangashga, avlodlarga bir savoq bermak uchun. Rahmat.
Şəhərimizdə İmin Sayran adlıq bir parançı payda oldu. Qəni onu soruna təklif qılaylı. Assalomu alaykum mashrab ahli, 30 o'g'il 9 qiz. Mashrab ahliga men bir necha latifalarni so'zlab beray. Urumchining teg'ida chiroyli tulkilar ekanda. Buni tutimiz deb qopqon qo'ydi ekan ovchilar. Faqat tutolmaydi ekan. Bir kuni entayin chiroyli ikki tulki qopqonga tushib qopdi. Apla debdi yana bir tulki. Voy bu qopqonga tushib qoldik. Endi biz ikkimiz ko'risha olamizmi debdi ekan. Oy sen nima davatsa 3 kundan keyin Urumchining tervozirda ko'rishimiz deb. Bir bova yo'lning o'tirsida tursa, bir yosh bola kelibdi, yoqishutdan kelgan o'xshaydi. So'rabdi-da, "Voy cho'ngda soqchi mahkamasi qanday bordi?" debdi-ki. "Soqchi mahkamasiga menda mengib deb butun yo'lni deb bersa, galvaroq bo'l-ki. Oy, faqat ufqamdan cho'ngda o'ngayroq bordigan yo'lni deb bering debdi-ki. "Ey, o'ngay bordigan shu bo'lsa, udlingda ot bozir va kiribli otdim birini menibli qaysang, birdamlik o'zingni soqchi dardi ko'rsa." Bir kuni kash qaytib kelibdimi? Qaytib kelib naqsh etib kelibman-da. Uy kelib bu naqsham tugmabdi. Qorada o'tirilib etel o'ribmi. Bolarim o'qini ketdi-da. Toza oltin tataymi, yambo tataymi deb aytibsam, balam chiqibdi. Jenimda da uy kirib xo'rak tassam olmamdi. Molla Zaydning latifasini birini deb beray. Molla Zaydin apsi bilan Arvıq tushib bir yerga ketib qaytib kelsa, daryoning suvi ulg'ayib ketgan. "Apla" debdi apsi. "Voy, ma daryoning suvi ulg'ayib ketdi-ku. Voy balam bir teshaman o'tkazib ketsang, arvi bilan meni bergan sutimga rozi kutma, sendan u dunyo bu dunyo rozi kutma" debdi-ki. "Voy, xotirjam bo'ling apa" deb Molla Zaydin arvini apsini nihoyatda bexatar bir yerlardan o'tkazib ketdi. Shunday qilib 1 yil o'tibdi, 1 yildan keyin Molla Zaydin o'lindigan bo'lib qolib, birisiga elchi kirgizmoqchi bo'libdi, buni apsi anglab qilib. "Ey Molla Zaydin, Porvashning qizini oldigan bo'lsang, bergan sutimga rozi bo'lmayman men" debdi. "Ey apa, o'tgan daryodan o'tganda bergan sutingizga rozi bo'lgantingiz. Uningdan keyin men sizni impaqmagan tursam" dedi. Bir oilada 3 pang bor ekanda. Dadasimi pangka, apsimi pang, qizimi pang ekanda. Shuning bilan dadasi qorada bir ish qilyapsa, ko'chadan bir ovoz chiqibdi. "Voy jamoat, darhol xamonga beringlar, o't ketdi, qochquchilaringlarni, chinlaringlarni chiqinglar, chilaklaringlarni chiqinglar, o't o'chiramiz" deb baqirgandan keyin o odamda anglab dong 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 uy kirib, "Ey apsi, mayliga maykaga o'xshaydi. Qochilaringni chiqib may ilib ol" debdi. "Voy, nima deydigandi? Choy tuz oldigan pul yo'q, men ko'ynak epirma deydi ama adam. Bo'pti, epiray degan vaqtingizda evalay" deb qizning oynaga kirib, "Hey qizim, dadang men eliq epamayman degan ko'ynakni eliq chaqdi, epamayman dedi. Endi epirma deydi qaradiz. Voy apa, elimni uni saqlab, buni saqlab 39 yoshga kirdim. Kimga bersanglar tegavermadi." Endi har millatning tili o'xshamaydi. Qozoq tilida mehmon degan so'zni qo'noq deb ataydi. Masalan, uyga qo'noq keldi, qo'noqni qarshi olayli deb ataydi. Shu ikki musofir tog'da ketib berib, kashf kutdi. Kashf kutib, "Samtaxon bir yantib qo'nmaylimi? Bu tog'da bizni bo'riyab kutdi" deb bir kigiz o'yna oldiga kelib, "Assalomu alaykum" debdi. "Va alaykum assalom" deb chiqdi-da. "Ma uylarda bir kun qo'nsoq olamdiki" debdi. "Kechirasiz, bizning uyda qo'noq bor" desa. "Mayli, yeyib tutib deb aytavermam-da." Bir ayol var ekanda, mahalladagi ko'rgan, bilgan ishning hammani to'shiydi ekan. Kimning qizi kim bilan ketib bordi, kimning o'g'li nima ish qilyapti, hammani yoydi ekanda bu ayol. Shuning bilan bir qiz uydan chilakni ko'tarib, suv akiray deb bana qilib chiqib, yigit bilan paranglashib qopti. Uni eliq ayol ko'rib qopdi-da, "Apla, ma ayol ko'rib qoldi, men bir amalni qilay" deb 100 so'm pulni ko'tarib beribdi. "Voy, hada ma pulni elib, meni demisiniz, hech kimga demisiniz. Akalarim, adilarim, hech kim qarindoshlarim uqmasa,
degan. Voy ukam, bu pulni bermasangmi men demayman-ku, bo'pti deb. Xotirjam yurayver deb pulni yanchiq hisobida. Shuning bilan bir oy bu qiz xotirjam ko'rishib yuribdi. Bir oydan keyin bu qiz qora supurvasa, taraq jiddiy darvozani urib ketgan. Yugurib chiqsa edi ayol. Ukam, men 100 so'mingni al, faqat chidig'ichiligim qolmadi dedi. Ko'pchilik rahmat. Мәшрәп әхлі. Әмді Левен Сарыханның Рошенбағның гүлімен дейдіған нақсы бакен. Қені аңлап ақайлы? Roşen oğlan gülümen açılgın koymam sen. Roşen oğlan gülümen açılgın koymam sen. Yarus kimin eylekim geyuk kimge yok. Oynagıllı koymam sen, koymam sen. Vay bille baraylı, aylay bille yanaylı. Ayrılık kalgan yamanay, saydan hemrayım bulayay. Ayaray, ayrılık kalgan yaman, ayrılık kalgan yamanay. Başlan farisi kunduz, vay kunduz, aynan peşida yıldız. Başlan farisi kunduz, vay kunduz, aynan peşida yıldız. Yarus muradımga yetkende, dilermen gece, gündüz, vay gündüz. Vay bille baraylı, aylanay bille yanaylı. Ayrılık kalgan yamanay, saydan hemrayım bulayay. Ayaray, ayrılık kalgan yaman, ayrılık kalgan yamanay. Ah gengür kıyada, kıyada köpkenge çare yok. Ah gengür kıyada, kıyada köpkenge çare yok. Yarus derdi var utta, kıyada, kıyada, derdi yok mınka, yok, kari yok. Vay bille baraylı, aylanay bille yanaylı. Ayrılık kalgan yamanay, saydan hemrayım bulayay. Ayaray, ayrılık kalgan yaman, ayrılık kalgan yamanay. Ayrılık kalgan yaman, ayrılık kalgan yamanay. Ayrılık kalgan yamanay. Әмді тоқты жамбаз білән оның шагirtlari өз өнеріні көстіді. Қені рахмет.
Hürmetlik meşrep ehli. Meşrepimiz nayet yaxşı davamlaşıvatıdı. Muşu fırsatda bu qitimki saylı meşrepini uyuşturup bergen sahipxan Ro'zacı akaga chin ko'nglimizdan rahmat etimiz. Ürümçinin kömürkan xo'jayinlaridan Avam Müslim bilan To'xtaxun kelar qitimqi sayli meşripini havası sap, buloq suyu tatliq, buloq tog'da o'tkazib bersak deydi. Bu ishkaylanga ashqalloh bildirayli. Hürmetlik meşrep ehli. Endi Abdugul Sunaychining karomatini ko'rgach, sun'iy usulga tushayli.